Assalomu alaykum, Adisho'z obunachilari, yaqinlarimiz, qadrdonlar, omonmisizlar? Odatda biz bilasizlar, obuv bozorlaridan video qilyaptik. Bugungi videoroligimiz ko'rib turganlaringizdek, o'zimizning korxonamizda ishlab chiqarilgan oyoq kiyimlarimizni bir qanchasini obzor qilib beramiz. Bular eva, o'sha ko'rganlar, bilganlar tushunishdi. Birinchi qo'ldan olmoqchi bo'lganlar videorolikni oxirigacha ko'ringlar. Assalomu alaykum, hoji aka. Charchamayapsizmi? Omonmisiz? Tanjoningiz sog'qini. Yaxshimisiz? Mana shu narsalarni ma'lumotini berasiz endi bizga, xudo xolasa. Bugungi videoda bizni mana o'zimni yaqinlarim bor. Like bosib, kommentda qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, ishlab chiqarishlarimiz, eva mahsulotlarini mana o'zimiz svejiy nima qilyapmiz. Bu narsalarimizni asosiy bizdan so'raydigan birinchi ko'rayotgan odamlar borda, bu necha razmer, qanaqa nima deyapti. Mana shu mahsulotimiz bor. Mana shuni krupni olib beringda, keling-da shuni. Shu mahsulotlarimiz nihoyatda chiroyli chiqqan. Yumshoqligi, hamma yo'llar joyida, oyoq qanday yopishishlari ham chiroyli. Bularni mana qarang. 1 2 3 4 5 6. Mana ular ham xuddi ashi modelga 7 8 9 10 11 xil mana rasvetkasi, mana shu jarayonlari bor. Razmerlari keladigan bo'lsa 36 dan 41 gacha. 36 dan umumiy 41 gacha. 41 gacha. Endi yana bitta summer degan modelimiz bor. Bu summer modelimiz mana. Mana shu narsa. Bu ham nihoyatda oyoqqa tushishlari, hamma yo'llar Qoliplari zo'r olingan. Chiroyli olingan. Kiygan ham tez yuradi. Tez yuradi bu. Bularni ham rasvetkalari mana bu sveti, mana shu svetidan ham bor. Yana shunga o'xshagan svetlar. Bu quyilayotgan jarayoni. Mana aynan hozir oranjli quyilyapti. Mana bunisini hozir tushsam issiq ekan. Shaylar mana shu issiq mana yumshoq. Xo'p, endi omborda bor, hammasi chiqarilgan modellardan bor. Mashinlardan bor. Endi detski variantimiz bor, mana shu variantimiz bor. Detski. Bu narsalar mana muskoylarga bu ketaveradi. Mana oqlar jenisilar ketadi. Bularni razmeriga to'xtaydigan bo'lsak, razmerlari 26 dan 30 gacha bitta kategoriya. Ya'ni bitta. Yana bittasi 31 dan 37 gacha. Bular sal kattaroq bo'lajonlar. Kattaroqlar. Endi qoplarida bularda 30 talik bo'ladi. Bitta qopida 30 ta sig'adi. Jeniskilarimizda 32 talik, 30 talik bo'ladi. Sababi jeniskilarda o'rtadagi razmeri 2 tadan. Rosali hadavoy razmerlari 2 tadan qilingan. 2 tadan qilingan. Tushunadi. Endi eng qiziqarli joyi narxi buni. Xo'p, to'g'risi bozorda har xil narx bor. Hozir biz qo'laydiganroq narx aytamiz yo telefon qilishsin. Narxini aytamiz. Aytamiz. Bu Jo'shqib ketishadi-yu. Yo'q, to'g'risida bu narsa qiziqarli. Bularning narxlarini biz hammasini bir xilda narx chiqarib berdik, 15 ming so'mdan chiqarib berdik. Optim zavodning narxi bu. 15 ming so'mdan. To'g'risini aytsam, bitta opamiz yakshanba kuni kelaydigan edilar. Men lakasda tashab berganman. Agar shu opa ko'rib turgan bo'lsalar, ochig'ini aytaman, o'zim 17 ming so'mdan aytdim. 17 mingdan qilib beramiz dedim. Opa siz ko'rib turgan bo'lsa, sizga ham 15 ming. To'g'risi nimaki, hozir video qilishimizdan asosiy maqsad nima? Sezon kelyapti. Biz hozir bu ishni boshlaganmiz. Shuni xalqqa yetkazish uchun narx-navosini xudo xolasa chiroyli qilib berdik. Hozir bu nakleyka yopishtirilgan, gul qo'yilgan, hammasi standart, hammasi bir xilda narxda bo'ladi. 15 ming so'm. 15 ming so'm. Endi bitta narsani aytib o'tib ketay sizga. Hozirbatda kraska qilinganlar turibdi ekan. Bular hammi degan savol keladi. Bo'ladi. Bu kraska qilinganlarning 1000 so'mdan razницasi bor. 1000 so'm qo'shilib qoladi. 1000 so'm qo'shilib qoladi. Lekin qolgan buni kraska qilinmaganlari ham ko'p-da bular. Kraska qilinmaganlari ham ko'p. O'sha hisobiga biz 15 ming gurubiy baho aytyapmiz. Kraskalangan 1000 so'm raznica qiladi. Qo'shilib qoladi. Qo'shilib qoladi. Buni ochiq oydin aytganimiz yaxshi. Mana tayyor o'zimizda chiqyapti. Endi yana bitta narsasi ham bor, arzon qilib berishimiz sababi ham bor. Sababiyati. Sababiyati. Misol farzandimga, jiyanimga mana ro'za keldi, olib beraveray deb olishsin deya. Olishsin degan maqsad bor. Ya'ni odamlarga manfaat bo'lsin, arzonroq olishsa, ularga ko'proq manfaat bo'lsin deb shunaqa variantimiz ham bor. Gaz bo'lishi mumkin. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir bu tomonda ham oranjvilarni o'zi bir qancha quyib tashlagan, albatta quyilyapti. Sizlar ko'rib turgan rasvetkalarni hozir miqdori bor, xudo xolasa yetadi. Yetarli, ha. Katta kolleksiyada olmoqchi bo'lganlar bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Mana bu yosh bolajonlarning oranjvi smetda yo'q ekan, sizlarga bir qator ko'rsatyapti. Endi bu yarim tayyor holatda, hali tayyorlanadi shunga o'xshab. Bemalol telefon qilaverasizlar. Menimcha buni narxni topish qiyin bo'lsa kerak. Kommentda qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib qo'yasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.